E'lon qildikmi? Demak, Ikromjon 27 ta. 30 tadan 27 ta. G'ulomjon Asilbek 27 ta. G'ulomjon Asilbek 27 ta. Jasmina 28 ta. Jahongir 27 ta. Davlat 27 ta. Shodila 29. Yaxshi. Ibrohim 28. Shohjahon 28. Tohir 30 ta. 30 dan 30 ta, yaxshi. Pokiza 29. Madina 27. Sanjar 29. Hop, Bekzod 29. Ilhomjon Fasilbek 30 tadan 30 ta. Jamshid Yigitaliyev 29 ta 30 tadan. Miraziz 29 ta. Nazokat 28. Bahodir 29. Behruzbek 27. Lochinbek sizniki nechta ekan? 30 tadan 30 ta ekan. Hammasi to'g'ri. Jasurbek 27. To'rabek 27. Jamshid 27. Davron 29. Bu kim ekan? Yunusbek 26. Yunusbek o'tolmadingiz, turing. Lochinbek 30. Ziyoda 29. Zahro 29. Bu Norto 29. Bir kishi chegaramiz 27 ta edi. 27 tadan bitta kam bo'lsa, bir kishi bo'lgani uchun, bitta kam bo'lgani uchun mayli turadi. Xo'p, demak, Zetalar birinchi qism testimiz tugatdik, yaxshi odamlar. Endi keyingi darsdan boshlab ikkinchi qism test boshlanadi. Tabriklayman.